Va yana studiyamizga ijodkorlarni taklif etdik, bilasiz. Bahor bu ijod fasli hisoblanadi. Yangi bir ilhom kelib, insonni yana yangi ijod namunalar yaratishga ruhlantiraveradi va bugun studiyamiz mehmonlarini tanishtirib o'tamiz, navbatdagilarini. Surayya opa, marhamat. Donishjӯёни Donishgoҳи Davlatiy Termiz, Idibek Xo'jaqulov va shoir, ijodkor, donishchu Shukrullo Siroj meboshan. Xush omadinglar. Mehmonlarimiz Albatta, Termiz davlat universitetining musiqiy ta'lim kafedrasi talabalari Bekzod Suyunov hamda Umid Negmatovlar bugun yana suhbatdoshlarimiz bo'lishadi, navbatdagi mehmonlarimiz. xush kelibsizlar. Va Shukrullo Sirojning yonida doimiy hamrohlari, do'stlari Idibek bo'ladilar. Bir tojik shoirning chiroyli she'ri borda, gar bar nafsi khud amiri mardi, bar kuru kar ar nukta nagiri mardi, mardi nabuvad fitoda ra poy zadan, gar dasti fitoda bigiri mardi. Ya'ni yiqilgan odamni qo'lidan tutish mardlik hisoblanadi. Har qanday imkoniyati cheklangan odamni turtib o'tish nomardlik bo'lib, aksincha qo'lini tutib unga yordam bergan odam mardlik bo'ladi. Idibekni mard inson sifatida taniymiz, chunki Shukrullo Siroj akamizga hamisha mana shu universitetda birga yurib, qo'llaridan tutib, ham yotoqxonada, ham ko'chada, ham qarangki o'qish jarayonida birga yuradilar. Idibek, xush omaded. Ashmo xelo siposguzorim. Tashakkur ziyod. Assalomu alaykum. Men donishjo'yi Donishgohi Davlatiy Termiz meboshan. Soli duvumin sho'bai tojiki mehmonam. Xayrliksiz. Men az nohiyai Uzun mesam. Uzun tumanidansiz. Qaysi qishlog'idan, qaysi mahallasidan? Tojikobod mahalla, Qizilsharq qishloq. Qizilsharqda. Shukrullo Siroj qaysi tumanda tug'ilib voyaga yetganlar? Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Avvalambor barchangizga munavvar kun va yaxshi kayfiyat hamrohligini tilayman. Men Oltinsoy tumani Gulobod mahallasida tug'ilib o'sganman. Juda ham chiroyli. Keling, biz sizdan yaxshi she'r eshitsak, albatta insonni ma'naviyatga chorlaydigan, ma'rifatga chorlaydigan, keyin esa suhbatlarimiz davom etaveradi. Albatta. Mana hozir bahor fasli, yangilanish, yasharish va ijodkorlar uchun ayni ijod pallasi. To'ppa-to'g'ri. Hozir e'tiboringizga bahor manzumasi degan she'rimni aytib bermoqchiman. Qo'ying, juda ham chiroyli nomi. Egniga oq libosin tashlab, ibo bilan ko'ngilni xushlab, tabiatning ko'zini yoshlab, bahor keldi o'lkamga yana. O'tib ketdi qish qilgan qamal, egalladi xud o'rnin hamal. Kun bilan tun tenglashgan mahal, bahor keldi o'lkamga yana. Ko'kda porlar umid quyoshi, chorlar she'rga yor qalam qoshi, fayzu futuh bilan yil boshi, bahor keldi o'lkamga yana. Dasturxon u sumalak bilan, qizg'aldog'u boychechak bilan, dasturxon u sumalak bilan, qizg'aldog'u boychechak bilan, bahor keldi o'lkamga yana. Yur azizim, yo'llar oshaylik, ezgu maqsad sari shoshaylik, jayxundayin to'lib toshaylik, bahor keldi o'lkamga yana. Qo'lga olgin Shukrulloh qalam, yuvib dildan g'uboru alam, senga ilhom beradi ko'klam, bahor keldi o'lkamga yana. Bisyorkor. Chiroyli she'r. Jayxundayin to'lib toshaylik, bahor keldi o'lkamga yana.
bugun mehmonlarimizni go'yoki xuddi bir-birlari bilan kelishib olganday shifokorimiz ham qalbimizni pok tutaylik, qalbimizga g'ubor bo'lmasin degan ma'noni aytuvdilar. Mana shoirimiz ham shu fikrdalar. Akoy Shukrullo امروز چون خودتان گفتید بهار است در طبیعت ذوق و شوق به دلها می جوشد. شما چگونه به حیث شاعر احساس کرده ایستاده اید؟ بهار چگونه که در بالا گفتیم فصل ایجادکاران است و یگان ایجادکار یگان شاعری نیست که در موضوع بهار و یا در موضوع عید پرشکوه نوروز شعر یا بیت نسروده باشد. اصلا ایجادکار را شاعر را به فصل بهار شباهت داده ممکن. یعنی شاعر این مانند یک درخت است همیشه بهار که در 4 فصل سال هم نشأ و نما دارد و چهره خندان او را و آفتاب بهار و باران یعنی اشک شادی او را و باران بهاری و درد و علم او را و کمی گوییم درد و علم و آه او را و کمی گوییم خشم و غضب هم دارد و رعد و برق بهاری و مهربانی و گرمرویی دوسترویی او را و گرمی فارم بهار شباهت دادن ممکن است. Albatta. Endi bahorni ta'rifi go'zalda. Albatta. Endi hozir tojik tilida ham she'r eshitamiz, Sirayyo opa. Albatta. Va afg'on rubobi kelgan studiyaga afg'on rubobidan ham kuy eshita olamizda. Bugun qarang, turli millat, haqiqatan ham bugun turli millat vakillarini, an'analarini, madaniyatini, san'atini, adabiyotini targ'ib qilyapmiz-da. Hozir mana Bekzod afg'on rubobida chiroyli kuy taqdim etadilar. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida bilasiz, afg'on millatiga mansub bo'lgan insonlarni ko'pchilikda tashkil etadi. Bekzod qaysi kuy? Bog'da yor kezganda. Juda ham chiroyli, bahor bilan bop.
yaxshi, tashakkur. chiroyli Rahmat. kuy. Zo'r. Afg'on rubobi. Nomi bilan Afg'on rubobi. Shundaymi, Bekzod? Qolgan ruboblardan nimasi bilan farq qiladi? Qolgan ruboblar bilan ovozdan farq qiladi, Ovozi. Haqiqatan. pardalardan farq qiladi, ko'rinishidan ham farq qiladi. Albatta bugun dasturimiz davomida yana sizdan chiroyli kuy eshitamiz. Juda ham menga ovozi yoqdi. Ijro Menga ham ham. chiroyli bo'ldi. Endi Shukrullo Sirojdan bir she'ru shakar she'ri eshitsakda, undan oldin Sirojiddin Saidni bir chiroyli she'rini topdim. Hozir suhbatimiz mavzusiga tushadiganda, qarang, do'stlik haqida aytilgan she'rda bu dunyoda ahillikdan zo'r davlat yo'q. Ahil bo'lsang, biron siylar tillarimiz, so'ylar. Do'stlik bilan obod erur olam uyi, tinchlik bilan yashnagaydir ellarimiz. Ezgulikni quyosh etib olam aro asrlarga ko'prik bo'lgay dillarimiz deydilarda. Ya'ni tinchlikni, do'stlikni, o'zaro totuvlikni tarannum etuvchi bu she'rda sizda ham bor shunaqa she'r. Albatta, do'stlikni tarannum etuvchi she'rim bor, faqat tojik tilida. Albatta, marhamat. Yake tojik, yake o'zbek deb nomlanadi. Du shoxi yak shajar dedim. Yake tojik, yake o'zbek. Du bog'i pursamar dedim. Yake tojik, yake o'zbek. Du xalqi yak tanu jonu, du farzandi bajon payvand. زی یک مادر پدر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. لبانم همچو اون نابو، زبانم همچو اون نابو، لبان یار عسل باشد. زی اسرار و اثر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. یکی شاعر سخنگوی و یکی گوهرفشان عارف. دو دستی پرهنر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. محبت خانه دل شد، دو یاری هم نفس آزاد. زی یک دیوار و در دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. جهانی عاشقان هر دم نظر کردم به بیباکی. دو چشمی یک نظر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. دو شاهی عادلی دوران، نوایی خانم و جامی، عزیز و معتبر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. دو رخساری سعادت را، طلوع شمس فروردین، درخشان در سحر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. ایا شکری خدا، ایا شکری خدا برخوان، کتاب زندگی از دل که به از کان زر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. Bisyor jolib, bisyor. Hamma chiroyli Parag'bax. chiroyli she'rlar aytyapti. Men ham she'r aytgim kelib qoldi. Qoyil, yo'q-e. Har bunaqa talantingiz ham bormidi? Bor. Eshitaychi qilib pishmay o'tiraveryapsiz. Yo'q. Endi ko'nglingdan chiqara olmaysan. Umringda quyoshday porlayveraman. Ming yillar qariga ketganingda ham men seni samoday chorlayveraman. Ismingni tonglarda yozaman maqtal, jismu jahoningni o'rtayveraman. Yo'q, baxting meningsiz bo'lolmas tugal. Men seni har lahza yo'qlayveraman. Otashman, dengizman, samoman, nurman, jismu jahoningni o'rtayveraman. Ayt, qanday topasan qochmoqqa imkon? Men seni Xudodan so'rayveraman. Yigitlar Qochib qo'rqib bo'lsiz, ketdi. kim bo'lsa ham. Qocha olmaysiz qayerga. Farhod, men ham she'r aytgim Bo'ysundan chiqa keldi. olmaysiz hadi. Men ham she'r aytgim keldi. Qo'y. منم که بادم آواره زگردونم، که فکر میکنم از پشت کیستم چونم، که فکر میکنم از پشت ابرها باشم، که بی تقوفم اندیشه های هامونم و دستان من
از باغ‌های شیرازن که طوطیان خراسان شدن مجنونم. chiroyli she'r. Shukrullo, mana bugun qarang, hamma she'r o'qigisi kelib ketdi. Demak, Hali bittasiz Iroda qoldi. ham she'r aytaman desaydi. U tayyor, Iroda Iroda, ketdik. hop, Marhamat. mikrofon olib boramiz Sabrina. Aha. Irodaga. Ha, mikrofon bor Mikrofonlar bor ekan. ekan. Hali rasm ham bir gap bo'lar. Surayappa o'shanaqasiga ham chiroyli, suratda ham chiroyli chiqishiga ishonaman. Bitta she'r o'qib bering Irodaxon. Mana marhamat mikrofonni oling. Qaysi tilda bo'lsin? Farqi yo'q. Ozarbayjon tilida bormi? Ozarbayjon tilida yo'q, Mayli, lekin bo'lmasa o'zingiz bilgan tilda. o'zbek ayting. tilida. Jannatiy gulimsiz, siz onajonim. Mehri daryo, mehri quyosh, siz onajonim. Mehringiz to'lib, toshib ketganda mening yonimda yagona siz onajonim. Keling Farhod, endi Idibekdan ham bitta she'r eshitsak. Marhamat. Endi shoirning yonida do'st bo'lib yurish oson emas. Ilhomning bir uchi keyin yonidagi odamga ham yetib keladi. Birga shunday. kelishadi. Ular ham Ilhom ham do'st bo'lib, o'zingiz ham ijod qilib turasizmi? endi xudo xohlasa. Ismingiz to'liq ayting-da. Idibek Xo'jaqulov. Idibek. Ma'nosi nima? Hayit kuni tug'ilganim uchun Idibek. Idibek. Qurbon hayitiga. Eid muborak. Hayit. Ha. Xo'p, Idibek, men shunavim she'r shuma. از تاجیکی میگم. Marhamat. بهار آمد زینک روزی، بچین گلهای نوروزی، بپوش تاقه گلدوزی، بهاری نو مبارک باد. Rahmat bo'ladi. Zebo. Xo'p, G'am demak, boshad, beg'am boshad. Bale, bale. hozir Bekzod bilan Umid ham hayron qolyaptilar. Biz o'zbekcha gapirsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Xo'p, mana men Marhamat. sizlarning oldingizda turibman, o'zbekcha gapiravering. Musiqa eshitamiz. Bekzod, Umidjon, nima eshitamiz hozir sizlardan? Demak, bahor. Bahor. Bahor kuyi. Aha, albatta, endi bahorda bahor haqidagi chiroyli asarlar bo'ladi.
Zo'r. Judayam Qarang, chiroyli kuyni kuy. ta'siri qanday. Ha, Sabrina o'ynab ketdilar. Arab O'ynatadigan. sahrolarida tuyalar, bu yog'ida yana bahor, orqa tomonda mana birga Kapalaklar. qo'shiqlar bilan hamohanglikda ketyapti. Judayam Judayam chiroyli. zo'r. Raqsbob, haqiqatdan. Albatta. Juda ham chiroyli. Endi esa hozir shu yerda o'zida Iroda beribdi suratni tugatdilar. Iroda, bo'ldimi? Surayopani o'zi avvalgi rassom ham bir 5 kun chizgan ekanlar-da. Tugata olmagan-a Surayopa? Xo'p. Lekin qarang, Irodada hozir uncha sharoit bo'lmasa-da, lekin harakat qilyapti. To'g'ri, harakat qilyaptilar, asosiysi o'xshab qolgan. Xo'p, shu yerda tugatamiz. Keyin tugatib berasiz. Olgan. Ancha joyi o'xshadi. Surayopa ko'rmanasiga nima? Bering. Oho. Muhimi o'xshabdi. Sizni bir 20 yil emas, bir 5-6 yilga yoshartiribdilar-da. O'zi yosh ko'rinasiz Surayopa. Surayopani ko'pchilik 95-yil deb so'rashadi, Surayopa. Xuddi shunday. Shunday, a? Mana aytib qo'ying ko'pchilikka. Qaranglar mana. 1 2 3. Mana qanaqa chiroyli chiqqan. Hop, bu hali qalam tasvir, bunga rang berilsa, ishlov berilsa, hali tugallanmagan asar. Taxminan necha foizlar tugadi? 30% da shuncha. 100 ga chiqsa, bu juda ham o'xshaydi. Surayopa enisiga ko'rsataman. 18 yosharli qiz bo'lib qolibdilar. Ha, o'xshagan-a? Yo'q, o'xshagan. O'zi insonga surati hech qachon yoqmaydi. Pasportda tushgan suratingiz o'ziga yoqadimi? Yo'q. Yoqmaydi, menga ham yoqmaydi. Sabrinasiga yoqadimi? Yo'q, yoqmaydi. Yoqmaydi, hech kimga yoqmaydi. Surat chizilganda ham ko'pchilikka o'zi manzur bo'lmay turadi. Keyin qaraverib mehrimiz tushadi. Bari o'zimman-ku shu deb to'g'rimi? Lekin men Tanqiga tan beradi Iroda mana oxiri. shuncha Yo, vaqt chiroyli chiqqan, davomida menga mehnat yoqdi. qildilar. Rahmat Irodaxon. در کارهای آیندهتان موفقیت ها تمنا می نماییم. یک چیز پرسیدنی هستم که شما طول چندین سالها در دانشگاه تحصیل میگیرید، اما همین رو میخواستم که هم رقص میکنید، هم سرود میخوانید، هم شاعر شدنی هستید، هم رسام هستید، هم رقص های زیبا اجرا میکنید. در آینده کدامش را بیشتر دست گرفتنی هستید؟ اصلا من از خورده مادرم که معلمی والیبال هستند، ما هم بسیار در تاشکند می رفتیم و تربیت جسمانی هستند. بعد از تربیت جسمانی ترینر میگویند به روسی درس میدادن. بسیار مربی هستند. مربی هستند. جایهای اول را چند کرد گرفتم. میخواستم که در ورزش هم در امتحان ورزش خودتان. هم بله. Aferin. Aferin. Qarangda, onalari jismoniy tarbiya o'qituvchisi ekanlar. Kelajakda sport bilan ham shug'ullanish niyatlari bor ekan. Bisyor. Naqshlarini ko'rsataman. Irodaxonni, marhamat Samat aka. Mana naqshlari. Bu esa qandaydir matomi? Yo'q, bu bog' bu. Bog', gulbog'. Oho, bu ham naqsh. Qalam tasvirni shunisi yoqadi menga, bor mahoratini bittagina qalamda, oq va qorada ko'rsatib bera olish kerak-da. Rang tasvirda esa osonroq, ranglar bilan bezab uni chiroyli qilib ko'rsatish mumkin, lekin rassomning mahorati qalam tasvirda bilinadi aslida. Bu menimcha arab yozuvida. Xo'p, va Surayopa. Chiroyli. Demak, hozir biz Shukrulloh Sirojga hamda Idbekka hamda Begzodga javob beramiz. Iroda hamda Umidjonni olib qolamiz. Xo'p, Umidjon bizga doira uchun kerak bo'ladi. Va kuntilaklariga o'tsak. Begzod, marhamat. Juda ham chiroyli kuylar uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Ajoyib bo'ldi. Marhamat, salomlar, tabriklar bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Avvalambor xonamga salom yo'llayman. Meni tanigan millionlarga hammaga salom. Rahmat. Shukrulloh, marhamat. Avvalambor barcha teletomoshabinlarimizni, aziz vohadoshlarimizni kirib kelgan bahor ayyomi va Navro'zi olam bilan samimiy muborakbod etaman va hozir meni tomosha qilib turgan ota-onamga, ustozlarimga katta minnatdorchilik bildiraman ularning ko'maklari uchun, duolari uchun va meni shu darajagacha yetib kelishimga sabab bo'lganliklari uchun
ta'zim va tahsin aytaman ularga. Yashang, ofarin. Judayam tashakkur. yaxshi. Marhamat, Idbek. حالا با پدر مادرم سلام میگویم و با کلی همین مرا تماشاگری شدن و همه‌هاشون سلام میگویم. برای شما هم تشکر و همین برنامه ما را دعوت کردید. ایدبک با شما باشد از نام خودم و از نام آنهایی که شما را میدانند میشناسند تشکر میگویم. مهمش با پدر مادران شما تشکر میگویم که شاعر ایجادکار شکرالله سراج را دستگیری کرده، همیشه دستانشان را گرفته طول چندین سالها آمده ایستاده. بردباری ها صحت سلامتی تمنا می نمایم و از نام همه آنهایی که مخلص ایجادات شاعر شکرالله سراج هستند به شما، به پدر مادران شما تشکر خود را اظهار می نمایم. تشکر، سلامت باشید. Rahmat. Demak, kuzatib qo'yamiz va Umidjonni olib qolyapmiz, Irodaxonni olib qolyapmiz. Qolganlarga esa kuningiz xayrli bo'lsin deymiz. Rahmat tashrif uchun.